Oxirgi bir necha kun juda ham yomon o'tdi. Yaqin do'stimdan tortib bobomgacha hammalarini yo'qotdim. Biz yordam kutgan harbiylar esa o'zlari zombilar qurboniga aylanishdi. Hatto janob Tomas meni qutqarish uchun o'z jonidan voz kechdi. Endi bu yerlarda faqatgina bir o'zim qoldim. Do'stlar, keyingi videolar qiziqroq va tezroq chiqishini istasangiz bu videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Balki shaharga ota-onam yoniga borsamkina. Katta ehtimol bilan tirik qolmaganlar, ammo baribir bir urinib ko'rish kerak. Ungacha esa mana bu turistik shaharchaga kirib chiqaman. Bu yerda foydali narsalar bo'lishi aniq. Xo'sh, qurol joyda, bu yerdan chiqsam ham bo'ladi. Nima? Tushunmadim. Qachon mashinaga chiqib olding? Tush bu yerdan, tush. Oy, tush mashinadan. Men senga qarolmayman, tush. Yo'q, o'zi qayerdan kelib qoldi bu? Bo'ldi, ket bu yerdan. Bu yerda zombilar bo'lishi mumkin. O'rmonga bor, chop. Yugura qol. Nima? Bormaysanmi o'rmonga? Stop, meni tushunyapsanmi? Jin ursin. Juda qiziq. Sen bilan qancha pul ishlashimiz mumkin edi agar zombi apokalipsis bo'lmaganda. Demak, bu yerda qolish niyating yo'q, a? Okey, unda men bilan yurishib borishing mumkin. Faqatgina ehtiyot bo'l. Zombilar chiqib qolsa, yugur, xo'pmi? Ajoyib. Faqat ortimdan yur. Zombilar chiqib qolsa, seni himoya qila olmasligim mumkin, chunki juda ham kichkinasan. Xo'sh, yaxshi. Buni qolib kelyapsanmi? Yaxshi, bu o'zi juda ham katta joy emas, shunchaki atrofda o'rmon, tabiat bo'lgani uchun bu yerga sayyohlar kelishadi. Shuning uchun bu kichkinagina punkt qurilgan. Bu yerda esa ovchilik markazi, bu yerda qurollar bo'lishi kerak, ammo hech narsa qolmaganga o'xshaydi. Hamma yoq qon bo'lib yotibdi. Kelchi, kira qol. Hech kim yo'q ekan. Xo'sh, ammo ichkariga kirish uchun juda ham qattiq harakat qilishga to'g'ri keladi, chunki bu yerda hamma yoq panjara bo'lib yotibdi. Albatta hech kim xohlamaydi qurollarni begonalar o'g'irlab ketishni, ammo qurollar ham yo'q o'xshayapti. Lekin shkafni tekshirib ko'rsa bo'ladi. Qiziq, bu yerga qanday Stop. Mushuk, mana bu yerdan chiqsang kerak. Qara, hozir o'rindiqning ustidan sakrab o'tib, keyin polkadan, undan keyin esa mana bu devor o'rtasidan sakrab o'tib eshikni ochishga harakat qila olasanmi? Xo'sh. Yaxshi. Qani, bo'la qol. Ajoyib. Endi esa qara, shu yerda kalit yoki biror bir tugmami bo'lishi kerak. Yaxshilab qara, eshik yonida. Xo'sh, topdingmi? Yaxshi. Nima bor ekan? Tugmami yoki? Xo'sh, ajoyib. Zo'r. Qani yana bir ko'rsatchi qanday qilding? Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Seni yaxshi yordam chiqar ekan. Xo'sh. Endi bularni qay birini olishni ham bilmayman, chunki bizda faqatgina to'pponcha. Bu esa bu avtomat uchun yo'q, bu bizga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda esa katta kalibrli patronlar, bu menimcha vintovkaga to'g'ri kelsa kerak. Bu yerda ham dробовик uchun bizga kerak bo'ladi, chunki javohirning dробовики menda hali ham turibdi. Xo'sh, bu yerda oladigan boshqa hech narsa ham yo'q. Bu yerda yo'q, bu ham bizga to'g'ri kelmaydi. Kassa apparatida pul bo'lishi mumkin, lekin pulni olishdan foyda yo'q. Xo'sh, chunki zombi apokalipsis pul kimga ham kerak? Bu yerlar qulflangan. Hech bo'lmasa avtomatimiz bo'lganda ham biror nima olsak bo'lardi, ammo yo'q. Yana bu yerdan ketgim kelyapti. Narsalarni olib ketgim kelyapti, ammo foydasi yo'q bularning shunchaki bizga. Hech qanaqangi qurol ham qolmagan. Yana bir ko'rsatchi, tugmani bos. Qani, boschi. Yaxshi, ulgurmadim. Mayli. Xolos, bu yerdan hozir chiqamiz, lekin zombilar bo'lib qolsa ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun bo'la qol, sen ham chiq. Men esa deb chiqmoqchi. Okey. Asosiysi zombilarning qo'lga tushib qolmasligi. Aks holda mana bu ahvolga tushishimiz mumkin va bizdan ham bir chelak qon qoladi xolos. Endi bu binoni quramiz. Eshigi ochiqligiga qaraganda bu yerda hech kim bo'lmasa kerak. Bu yerda hech kim yo'q ekan, lekin bu yana qanaqangi xona bo'ldi? Administratsiya binosimi deyman? Hech narsa yo'q ekan. Menimcha yashash uylariga kirishdan foyda yo'q, chunki ular mehmonxona va u yerda bilmadim nima foydali narsa topishimiz mumkin. Xo'sh. Bu menimcha kutubxona bo'lishi kerak edi. Zombilar bo'lar ekan. Qani, jin ursin sekin. Yo'q. Bo'ldi. Xo'sh, mushuk, o'qishni yoqtirasanmi? Men unchalik emas. Xo'sh. Lekin baribir ham bir ikkita kitobni olib qo'yganimiz yaxshi bo'lardi, chunki kim biladi, yaqin orada na televideniya, na internet, na mobil aloqa qoladi. Shuning uchun ham lekin bu yerda faqatgina shu atrof tarix haqida yozilgan bo'lsa kerak, shuning uchun ham olishdan foyda yo'q. Bo'ldi, bu yerdan ketsak bo'ladi. Shu yerda oxirida yana bir bino bo'lishi kerak. Uni ham tekshirib chiqamiz. Agar hech narsa topa olmasak, oxir iloji yo'q, shu yerlarni ham titib chiqishimizga to'g'ri keladi. Mayli. Faqat ehtiyot bo'l, birov bo'lishi mumkin. Kim yo'qmi? Okey. Bu yer qanaqadir do'kon bo'lgan shekilli, lekin hamma narsani olib ketib qolishibdi. Ajoyib.
Xo'sh, kassa apparati va foydali hech narsa yo'q. Xo'sh, kirmoqchi bo'lyapsanmi? Menimcha sig'maysan. Hoppa. Buni qara nima topdim. Oy. Balki tushib ko'rarmiz, nima deysan? Mana bu yerga. Xo'sh. Yo'qmi? Okey. Mayli, umid qilamanki qochib ketib qolmaydi. Xo'sh. Ichkarida nima bo'lishi mumkin? Mayli, men esa tushib ko'raman. Agar biror nima bo'lsa, yordam chaqirib kel. Xo'sh. O, jin ursin. Yo'q-yo. Sal qoldi menga yetib kelganda jin ursin, uyqu yetmay qoldi. U yopiq joyda tekizish juda ham qiyin ekan. O'tish bo'yicha yaxshilab tayyorlanishim kerak. Mayli, ikkinchi urinish. Xo'sh. Qani endi kelchi. Ol. Bo'ldi. Jin ursin. Bu yerda chiroq bor ekan, yaxshi. Stop. Voy, bizga yordam ber. Qo'y. Kim bor? Bu yerda kimdir bormi? Beringlar. Sizlarga qanday yordam berishim mumkin? Hech qanday. O'zingga yordam beradigan odam Nima? kerak. Qurolni tashla. Xo'p, mana bo'ldi. Yaxshi. Xo'sh, bu yerga nima shamollar uchirdi? Nima desam ekan? Qizig'i yo'qmi? Jinursin. Boshim. Nihoyat o'ziga keldi. Hammaga salom. Salom. Xush kelibsan. Bu qayer bilsam bo'ladimi? Bu biz yashaydigan joy. Biz shu yerdagi bosqinchilarga xizmat qilamiz. Nima, qanaqa xizmat? Xizmatim gapmi? Ularni qulligini qilamiz. Qulligini tushunmadim sizlarni. Xuddi shunday. Asl ham gapmi? Bizni qullikda saqlashyapti. Men shu yerdagi kutubxonada ishlardim. Men esa qurol sotilgan joyda. Biz u yerga kirgandik. Hech narsa qolmabdi ham. Mana shu ifloslar hammasini olishgan. Bilasizlarmi, bu yerdan qandaydir qilib chiqib ketmasak bo'lmaydi. Seningcha biz bu haqida o'ylab ko'rmaganmizmi? Balki yopiq ekan. Albatta. Nimadir o'ylab topish kerak axir. Ammo biz bor yo'l o'tkazamiz. Ularda esa qurol bor. Bu yana qanaqangi teshik bo'ldi? Bumi, ventilyatsiya bir avval muzlatgich bo'lgan. Xuddi shunday. Tushunarli, lekin axir baribir ham balki bir kishlab bu yerda turishar, biror nima o'ylab topishimiz mumkin axir. Faqatgina kallani ishlasak bo'lgani. Sizlar bilmadimmi? Orqangga bir qara. Bu yerda nima? Qo'ygani nima bo'ldi? Mushuk. Kaltni olib keldingmi? Bu yana nimani kalti bo'ldi? Katta rahmat. Rahmat. Endi bu yerdan tezroq chiq. Mushuging albatta aqlli ekan, Bu ammo kalni nima bu qilamiz? tepanoch degan kaliti bizni xonani emas. Biz qilishimiz mumkin. Ular bir kishilab navbatchilikda turishadi. Agar ularni bu yerga chaqirsak va birortamiz, masalan men o'zimni kasalga sotib tursam, sizlar uni urishlaringiz mumkin. Baribir ham sizlardan birortangiz kasal bo'lganingizdan foydasi yo'q. Tushunmadim. Ya'ni nima demoqchisiz? Hozir navbatini chaqirasizlar. Men o'zimni kasalga solaman. U yonib berganda uni biror nima qilasizlar. Vince qo'rqoq yigit, u hech narsa qila olmaydi. Bu noto'g'ri gap. Men yordam berishim mumkin. Menga ajoyib yordam berding. Peshonamga bir qara. Bu tasodif. Xo'p, mayli, yigitlar, keraklar, urushmaymiz. Men yo'sim yasab bo'lganman va shu yerda qolaman. Agar biror nima so'rashsa, hammasini o'z bo'ynimga olaman va sizlarni boshqa tarafga ketdi deb aytaman, xo'pmi? Lekin bilasizmi? Yo'q. Bilaman, meni qaytarmoqchisiz, ammo bunday qilishdan iloj yo'q. Men sizlarga yordam bermoqchiman. Evaziga esa shaharga otlaninglar. U yerda mening nabiram bor. Manzilni keyinroq aytaman. Faqatgina uni xavfsiz joyga olib qo'yib qo'ysangiz mayli. Shunga roziman. Iltimos, faqatgina iltimosimni yerda qoldirmanglar. Voy, yordam beringlar. Qariyani mazasi qochib qoldi. Navbatchi, jin ursin. Qarab yuboringlar. Mayo, kimdir? Eshitdim. Jin ursin. Nima bo'ldi? Bo'lmasam, o'zi mazasi qochib qoldi. Hech narsa demayapti. Nima bo'ldi? Axir aytdim-ku. Mayli. Hoy, qariya, o'zingga kel. Qariya. Mana senga. Ol. Shongim kelmadi. Uddaladik. Bo'ldi. Endi esa tezroq bu yerga kelinglar. Faqatgina aytganlarimni unutmanglar. Iltimos. Bo'ldi. Manzilni men eslab qoldim. Albatta boramiz. Katta rahmat. Bo'ldi. Xo'sh, tep ochiqmikan? Ochiq ekan. Tushunursin. Yaxshi. Kela qol. Chiqyapman. Bo'l, tezroq. Bu yerda hech kim yo'q. Xo'sh, endi qayoqqa boramiz? Albatta shaharga. Qariyani qizini topish kerak. Nima? Senga qariyani qizi nima kerak? Axir bizga iltimos qildi. Biz uchun deyarli jonni qurbon qildi. Bilasanmi? Men o'zimiz o'ylashimiz tarafdaman. Nima? Yo'q, unday qilib. Jinursin, transportim. Nima? Qanaqa transport? Mashinam turgan edi. Olib qochib ketishganga o'xshaydi. Mana bu banditlarmi yoki kel mana bu yerda. Biroz o'tirib turamiz, keyin esa biror nima o'ylab topamiz. Xo'p, mayli, ammo ijoz bo'lish kerak. Jinursin, ular sezib qolguncha biror nima o'ylash kerak, lekin o'rmonga kirishdan foyda yo'q, chunki bizda hattoki qurollarimiz yo'q. Agar bu yerda zombi uchratib qolsak, tamom bo'ladi. Unda qayoqqa borishni maslahat berasan? Senga aytdim-ku, shaharga. Yo'q, men sen bilan borish niyatim yo'q. Takrorlayman, chorli menga tushunursan. Syurpriz shirintoylar. Mana bu rostdan ham syurpriz bo'ldi. Qani chiqinglarchi, chiq, Vin, sen ham chiq. Lekin o'zi
Mayli, chiqa qolay. Xo'sh, qochib ketganingiz albatta yomon bo'ldi, ammo boss sizlarga imkon bermoqchi. Shuning uchun ham imkoniyatdan yaxshilab foydalanib qolinglar. Balki bizni safimizga ham qo'shar. Ammo hech narsani va'da bera olmayman. Ortimdan yuringlar. Okey. Vince, nima bo'larkan? Bizni o'ldirishadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Yuringlar. Agar qochishga harakat qilsangiz otib tashlayman. Aytgancha dribliki menga yoqdi. Ha, u meniki emas. Bir choldan tortib olgandim. Chollarni taqdirlashni hurmat qilamiz. Bo'la qol, Vince, tepaga chiq. Sen esa ortidan. Yomon emas. Tepalikda qurib olishgan. Zombilar chiqib qolmasa kerak narvodan. Ha, to'g'ri. Xo'sh, qani Darb, sen o'sha yerga bor. Sen esa Vince bormaysan. Nimaga? Sen uchun alohida syurpriz bor. Havas qilmayapman senga, Vince. Tushunursan. Bor Darb, bor. Okey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Darb. Bazamizga xush kelibsan. Xo'sh, ikkinchi etaj, birinchi etaj ham bizniki. Nima deysan? Yoqdimi senga? Ha, yomon emas. Yomon emas deganing nimasi? Menimcha senga yoqdi. Bu yerda qolishni istarmiding? Bilasizmi, ha, unchalik ham yomon emas. Menimcha qolishni istagan bo'lardim. Unda bizni safimizga qo'shil. Hech narsaga yaramaydigan ikki anqovni qochishga ko'ndirish. Bu katta ish. Sen menga yoqding, istasang o'ng qo'lim bo'lishing mumkin. Lekin ammo tushunursan, bilmadim bu ishni. Ha, kutilmagan taklif bo'ldi, shundaymi? Ha, shunday, ammo men yo'q deyman, chunki o'zimizning ishimiz bor. Shunaqami? Mayli, sen hurmatimni qozonding, shuning uchun bu yerdan ketishing mumkin. Ammo fikring o'zgarib qolsa, istagan vaqting qaytishing mumkin. Eshiklarimiz sen uchun ochiq. Va do'sting ham bu yerdan olib ket. Xo'p bo'ladi, katta rahmat sizga. Mayli, omad. Ajoyib. Xo'sh, Darb, jamoamizga qo'shildingmi? Yo'q, biz ketadigan bo'ldik. Shunaqami? Unda tezroq bo'linglar. Syurpriz esa senga yo'q, Vince. Shunisiga ham rahmat. Ketdikmi? Ketdik. Mayli, xayr yigitlar. Xayr, bu yerdan qorangizni o'chiring. Tushunursan. Xo'las, sening isming Vince ekan, shundaymi? Ha, shunday. Senikichi? Meniki Darb. Tushunarli. Men tanishganimdan xursandman. Men ham. Albatta unchalik yoqimli tanishuv bo'lmadi, ammo asosiysi ozodmiz. Ha, endi esa u yog'iga nima qilishni o'ylash kerak. O'zi qanday qilib buni ko'ndirding bizni qo'yib yuborishiga? Shunchaki jamoasiga qo'shmoqchi edi rostdan, ammo men qo'shilmaymiz, ishimiz bor dedim. Shunda sen menga yoqding, hurmat qilaman deb qo'yib yubordi. Yaxshi. Xo'sh, endi shaharga borishimiz kerak. Senga aytdim-a, men shaharga borishni istamayman. Jinurson, u chol biz uchun hayotini deyarli qurbon qildi, balki qurbon qilib bo'lgandir ham. Sen esa bu yerda nima deyapsan? To'g'ri aytasan. Shunchaki bo'lib o'tgan voqealar hayotimni o'zgartirib yubordi. Shuning uchun ham mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Yordam berganimiz bo'lsin qiziga. Mana bu boshqa gap, ammo hamma ishimizni o'ylab olishi. Mushuk. Yaxshimisan? Ahvoling yaxshimi? Ajoyib, bizni qutqarishga harakat qilganing uchun katta rahmat. Bizga yaxshigina yordam bering. Shu ruhda davom et. Ammo qanday qilib kaltni topding? Shunga hayronman. Endi bizda 3 ta xizmatkor, faqat ehtiyot bo'l, qochib ketmasin. Tushundingmi? Avvalgi safargidek qochib o'tirma. Va ularni urma. Cholni ham boshiga urgansan, menimcha uzoq yashamasa kerak. Hammasini tushundim. Kalta o'zimda. Hech qayerga qochib ketishmaydi. Menga ishonaver. Anqov. Tushunursan. Bunaqangi jamoadoshlar bilan dushman ham kerak emas. Bitta narsaga yopishib bo'lgan. Yopiq. Ajoyib. Demak, dam olishi mumkin. Nigohlaringda g'ij-g'ijmanu, ammo afsuski seni tushunmayman. Hozir banditlarning yoniga boramiz va ulardan ozginagina yordam so'raymiz. Lekin yordam berisharmikan? Berishadi. Men bilamsan? Mayli. Ketdik unda. Hozir ulardan yordam so'raymiz. Ammo qanaqa yordam so'ramoqchisan? Borganda hammasini bilib olasan. Menda ajoyib reja bor. Okey. Ketdik.